Muhammed uzun yillardan beri ayrılgan ana yurtiga qaytib keldi. O izchil tirish natijasida nihoyatda ko'p pul topgan edi. O yurtiga qaytib kelgandan keyin urug' tuqqanlarining bir qizi bilan uylendi. O Allohdan xuddi Namrat akasiga o'xshash o'ziga bir qancha o'g'il qiz farzand berishini umid qildi. Uning akasining 3 bolasi bor bo'lib, oradan 4 yil o'tgan bo'lsa farzand yuzi ko'rmagan Muhammad qayg'urishga boshladi. Ramazon kunlarining biri edi. Akasi uningga tuyuqsiz telefon qilib, o'g'lining og'ir kasal bo'lib qolganligini hamda uni operatsiya qilish uchun ma'lum miqdorda pulga ehtiyojli bo'lganligini aytdi. Biroq Muhammad buningga parvo qilmadi. Bir kuni imom asr namozini o'qib bo'lib, kundalik darsini so'zlashdan burun bir yigitga masjiddagi jamoatlarga yashikdagi xurmolarni taqitib berishga buyurdi. Yigit o'rnidan turib, Allohning taqsimoti bo'yicha bo'lsinmi yoki bandalarning taqsimoti bo'yichami deb so'radi tabassum bilan. Imom bandalarning taqsimoti bo'yicha qilgin dedi. U har bir kishiga 3 taldan berib, eshib qolganlarini imomning oldiga qo'ydi. Imom buningga hayron qilib, "Endi Allohning taqsimoti bo'yicha taqsim qilgin" dedi. Yigit birinchi kishiga sifatli xurma berdi, ikkinchi kishiga nachar xurma berdi, uchinchisiga bo'lsa hech nima bermadi. Dördüncü kişiga bo'lsa etaklari to'shqicha xurma berdi. Muhammad bu taqsimotdan hayron qilib, ahlidan faqatla o'tmadi. Imom Muhammadning chiroyidagi hayronlikni ko'rib, darsini boshladi. Bu yigit bizga Allohning har ishida bir hikmat borligini bildirib qo'ymoqchi bo'ldi. Hayotdagi eng go'zal ishlardan biri insonlarning bir-biriga o'xshamasligi va farqli bo'lishidir. Navoda hamma kishiga ko'p mol dunyo berilsa, pul molning aslo qimmati bo'lmaydi. Agar hamma odam kasal bo'lmay sog'-salomat yuradigan bo'lsa, sog'liqning hech qanday qimmati bo'lmagan bo'ladi. Agar hamma odamga farzand ato qilgan bo'lsa, farzandning qimmati bo'lmagan bo'ladi. Hayotning siri insonlarning bir-birining kamiyalarini yana birisining to'liqlashidir. Biz bu kamtuk aqlimiz bilan Allohning hikmatini tushunib bo'lolmaymiz. Alloh bir bandiga mol dunyo, yana birisiga farzand, yana birisiga sog'lomlik, yana birisiga ilm ma'rifat bergan bo'lsa, uning hammasining ma'lum bir hikmati bordir. Biz hayotlikni mushu asosda qabul qilishimiz va Allohning taqsimotiga rozi bo'lishimiz kerak. Alloh taolo odildir. Alloh insonlarga barobarlik bilan emas, odillik bilan taqsim qiladi. Mol dunyo berilgan kishining ne'matlardan ayrilib qolganligini bilmaymiz. Agar Alloh insonlarga g'ayb pardasini echivatgan bo'lsa edi, biz hamma ishni Allohning tanlig'ini bo'yicha tanlagan bo'latdik va uningga rozi bo'latdik. Payg'ambarimizning mono hadisini esimizdan chiqarmasligimiz kerak. Alloh sana bergan taqsimotiga rozi bo'lgin. Eng behojat kishilardan bo'lasan. Muhammadning ko'zlaridan taramlab yosh oqdi. U gunohiga tavba qilib, Allohga hamd va sano o'qidi va yuqori ovozi bilan mundoq dedi: "Taqsimotingdan rozi bo'ldim ey Alloh." U uyga qaytib, yetarlik pul elib qarindishining yeniga bordi va uni ham bolalarini bag'riga bosdi. Shundoqla ulardan o'zini kechirib etishini talab qildi. O'g'li davolab saqaygandan keyin bir kuni Muhammadning ayoli o'zining homildor ekanligini aytib, uni xo'shal qilib o'tdi. U darhol Allohga shukr aytib sajda qildi. U o'zining Allohning hikmati va taqsimotiga rozi bo'lgandan keyin Allohning uningdan rozi bo'lganligini tonib yetdi. Alloh taolo mundoq deydi: "Aytqinki, podshohlikning egisi bo'lgan ey Alloh, xohlagan odamga podshohlikni berasan, xohlagan odamdan podshohlikni tortib olasan, xohlagan odamni aziz qilasan, xohlagan odamni xor qilasan. Hamma yaxshilikning xazinasi yolg'iz sening qo'lingdadir.